Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun Assalomu alaykum. hammaga. Bizda bir ajoyib bir natijalar bor. Endi bu hammasi shifo Allohdan, lekin sababiyatini ko'rsatgandik. Bu akada bir ajoyib bir natija qildilar o'zlari, yo'l yo'rig'ini ko'rsatganimizda. Dastavval kelganingizda nima bilan keldingiz? Biz nima dedik? Infarktga podozreniya qilgandik. Ya'ni to'rt sohasida kuyishlar, hansirash, muzli ter bosishi, undan tashqari ko'ngillanishlar bo'ladi. Ko'ngillanish, qayt qilish bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, qayt Qayt qilish bo'lmadi. Qon bosimi juda ham yuqori edi, o'zlariga bildirmadik. Aynan bularni o'sha kuyovlar olib kelgan paytda yashirgan edik bulardan. Asta-sekin natija ishlashimiz mobaynida davolaganimizdan keyin aniq diagnozlar chiqqandan keyin bularga to'g'ri yo'riq ko'rsatish boshladik. Hozir bular aynan shu kasalliklardan chiqishni boshlaganlar. Infarkt bo'lmagan ekanlar, lekin oshqozon osti bezida, o'tqopda yaxshigina shamollashlar bo'lgan ekan. Buning natijasida butun tanaga og'rib, muzdek terlar chiqish, oyoq qo'llargacha hatto uvishlar bergan. To'g'rimi Shuhrat aka? To'g'ri. Hozir o'zingiz holatingiz haqida ozgincha kelajakda mayli kelib davolanishmasa ham insonlarda harakat asosida uy sharoitida ham davolash imkoniyatini ularga ozgina ishonch berib yuborsangiz juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana shu Toshkent viloyati O'rtachiq tumanida ochilgan mana shu shifoxona kardio stimul klinikasi rahbari Bahodirjonov mana shu nazoratida bo'ldim. Shu 2-may kuni kelgan edim. Shu aytgan ahvolida 2 kun men nazoratda qilingandan keyin bilmaganman men. Hozir o'zlari aytib qoldi. Ungacha hozirgacha ham aytmagandim. Mana shu davleniyam oshib, davleniya bo'ldim. Shunaqa yuragim rahmat bilan qilgan edim. 4-chi kunlari o'sha 120, 110 ga 70, 120 ga 80 bo'lgandan keyin o'zim hayron qoldim. O'sha 3-kunidan 4-kuniga o'tgandan keyin ukol dorilarni quyma shu suyuq dorilar yig'ishtirib faqat qanday to'xtatib shu giyohlarni berishdi. Keyin o'zlariga o'sha yerda ajoyib bir mashqlari bor. Keyin xursandchilik, mana shu ko'nglingizni ko'tarish. Endi buni seminarlar bor, boshqasi bor, darslar. O'zim bitta daftarni oxirigacha to'ldirdim. Yozib, xudo xolasa uyimda hammasini davom ettiryapman. Bu aytmoqchi bo'lganim shu joyda Allohning bir mo'jizasi deymizmi, shunaqa narsa bor ekan. Endi kelib ko'rsanglar bu boshqacha narsa. Buni til bilan men ayta olmayman. Mana hozir davleniyam 110 ga 70, ko'p harakat qilsam 120 ga 80 zo'rg'a chiqyapti. O'sha yoshlik davrimdagi. Endi 10 kun mobaynida tashagan vesingizni 5 kilo ves tashadim. 5 kilo ves tashagan o'zi shunaqa yengil bo'lib, hozir mana shunaqa shifoxonadan shunaqa chiroyli anaqa bilan kayfiyat bilan uyimga ketyapman. O'zim xursandman. Baraka topsin, ishlarga rivoj bersin. Rahmat. Kelinglar shu yerga. Bu yerda sizlar maqsadi sizlarni dorisiz davolash. Men tushundim hammasini. Ongingizga kiritib qo'ysangiz, o'zingiz davolashga qurbingiz yetadigan darajada qilib qo'yar ekan. Ya'ni ichkarida o'zingizni davolaydigan kuchlar bor. Ayni shu haqda gapirmoqchilar. Biz seminarlarda o'zimiz bilamiz, lekin unutib qo'ygan narsamizni ozgina Shuhrat aka o'zlariga ko'rsatib o'rgandik, o'rgatib o'rgandik. O'shanga amal qilishlar jarayonida o'zlari davolash boshladi. Faqatgina shu narsa. Yana bu haqda ma'lumotlarni maksimal darajada sizga onlayn, jonli hamda onlayn tarzda yetkazib berishga harakat qilamiz. Kimda-kimni davolanishga imkoniyati, moliyaviy taraflama qiynalayotgan bo'lsa, uy sharoitida ham bemalol davolanish yo'llarini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Shuhrat aka, bu yoqqa xudo xolasa sog' salomat yashaysiz degan umiddamiz. Agar kasallik bo'lsa, boshqa bo'lsa, chiqib ketish yo'llarini bilasiz. Bilaman. Xudo xolasa o'rgandik. Sizga dori ham kerak emas, shifokor ham kerak emas degan. Rahmat. Salomat bo'lasiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hammaga salomat.